Moşu bir haftadan yazı 197 dem setipsizlar. Bek rahmet. Paleninkilik numar talaydigan yerden bek so'rab ketipsizlar. Bunun numeri qanmadi hozir o'rtaq numar qo'yib qoldi qilinglar. Mening qulamimda erkishning qo'ldekdinglar. Shuni qo'qma eliveringlar. Qancha bodek qo'lib kesimchi keldi. Mening so'zlashchalarim shunda yaxshi mana. Ko'rdinglarmi? Qulam kemay qilamki deb o'ylamanglar. Amandikin 7 ko'q 3 jumama palay. Bag'andiki o'zing rozi bo'lib qolasizlar. Mush palay kemay qatti qachumay bugungidek yamg'uliq qildim, put qo'li og'riydigan bo'lib qoldim. Xo'shulab ketaysizlar, yo'l vuray. Chuqum palay kiyib turib qachujinglar. Qaranglar men qachim ko'rding. Ko'rdinglar men qachini? Kunni yeymiz bu qachini biz kunni qachujimizaq. Bizning bishirimiz og'rib qildi. Shuning deydiganim men palay chuqum elinglar. Men yolg'ilgan bo'lay, bash zopilarim qalab baqsang bu men qalayim qandan satmayman. Chuqum ayol kishiga foydali, o'zimizga foydali 7 ko'lamda 9 ko'lamda. 9 ko'lamda pul deb satmayman degan 7 ko'lasma. Yanchiq foyda qilgan, qo'limizga foyda qilgan o't ishiltirishchilik bor narsa satmayman. Mayli qanday rep palay emasmi? Ağanda bağanda bilalaysizlar. Ağalar bir şadan qilib deb yozib qatmayana qaranglar.